Qur'on tilovatini doim qilgan, Qur'on tilovatida doim turgan kishini aqli qaraganda ham aynamas ekan, birodarlar. Mana namoz o'qiydi musulmon odam. 5 mahal namoz o'qiydi. Qiyomda turar ekan shijoatli, rukuda shijoatli, o'tirganda turganda shijoatli. Mana shu poylari yaxshi ishlab turadi. Tipda shunday qonun bor ekan meditsinada. Ishlab turgan poylar, ishlab turgan muskullar kichaymas ekan, zaiflashmas ekan. Tushunarlimi? Demak, Alloh unga namozni farz qilgan kundan boshlab qoldirmay namoz o'qigan odamni sog'ligi zo'r bo'lar ekan. Shuning uchun aytiladi, 98 yil umr ko'rdi bir jalil ulug' olimlardan bittasi. A'zolari hamma yo'q o'rnida. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Sayyidimiz bizga xabarini bering. Alloh sizga shunday bir salomatlikni beribdi. Siri nima? Deganida aytdi, "Ey bolam, bu a'zolarni Alloh yoshligimizda bizga omonat qilib qo'ydi.